İyi. O da Şangir'e ne çoğalanda personajda, siz ham personaj sizda orada karizmada hali hozir kino olamiz. Ertaga jahdan uchib ketmasa, restoran o'tkazib olsa kino olamiz. Kinoda bosh rollarda 5-6 film ko'ryapmiz. Murud Kombatda o'zbekchasini olmoqchimiz. Tailandda, Kambodjada, O'zbekiston yil oxiriga chiqaramiz. Ha, jang tushsiz tushmasa bo'lmaydi, o'zi bilet sotmaydi. Yaxshi keldingiz. Ha, kimlar so'rayapti? Keldi. Ana mehmonimiz. Hamza. Hamma mikrofon, siz mikrofon. Oga yaxshi kelinglar. February solti 558. Up, go. Ularni tanimagan odam yo'q bo'lsa kerak. Yonimda mana Abdumalik Abdi deyishadi, Yorbo'tayev. Endi bu inson o'sha personaj. Yaqinda biz o'sha kinoga taklif qilmoqchimiz, chunki o'zlarining ham turishlari, ana sochdan tortib urishlari, o'shanga yarasha rol bermoqchimiz. Yolg'on Ramiz ukam, xullas kalon, aslida katta to'pda 5 tamiz. Endi mani bu oqshomiga deyishganini sababi men zo'r urishaman yo Shamil zo'r urishadi degan emas. Bizlarni ikkalamiz ham urib tashlaydigan bolalar bor bu yerda. Просто bizni yoshimizni hurmat qilib to'riga chiqarib qo'yishdi va o'sha bola chaqasi ko'plar 4-5 ta xotini borlar oxirida urishsin deyishdi, biz chiqadigan bo'ldik oxirida. Shunaqa. Endi bitta 2 ta xotini borlar bizdan oldin urishadigan bo'lib turishdi. Shunaqa gaplar, hurmatli do'stlar, hammasi na maksimal na уважение bo'lyapti, chunki biza KST Promotions federatsiyamizda shunaqa xat bilan chiqishganki, mana Ramiz ukamga bundan oldingi 1-2 marta anjumanlarda, endi anjuman deydi, bu menimcha yig'ilishchi, press konferensiya endi boshqacha tilku o'zi. Anjumanda hurmatsizliklar bo'lib, ozgina millatlar orasida muammolar bo'lganligi uchun bizga shunaqa xat kelganki, maksimalni bir-birini hurmat qilgan holatda sport avvalambor do'stlik, sog'lik, shuni birinchi prinsiplarni asosiga qo'yib turib gaplashinglar. Shundan keyingina ruxsat beramiz deyishgandan keyin biz qo'l qo'ydik. Shundan sizlarga ruxsat berishdi. Va maksimalda даже press konferensiya ham juda ko'p ahlangan bolalarni jo'natishdi. Sababi har xil holatlar bo'lyapti. Shuning uchun bu yerda qo'pol qilayotganda masxaravozliklar, bir-birini so'kishlar, boshqa narsa urishlar kutayotgan bo'lsanglar, o'ylaymanki unaqa narsa bo'lmaydi. Sportning interes hamma o'zini maqsadiga ertaga erishadi. Kim nakavt qilmoqchi bo'lsa, hamma negativ, hamma azart, hamma qon to'kish, hamma kuchi ringda ko'rasizlar. Ringni tashqarisida bu aka-ukalar hammasi bir-biriga aka-uka. To'g'rimi gapim? Saperniklar faqatgina ringda. Ringdan tashqari bu bolalar bir-bilan dam olgani boradi, choyxonaga boradi, balki saunaga boradi. Xullas kalomda. To'g'ri, saunaga boradi, esa go'nka qilgan. Tak, press konferensiyamiz ochiq deb e'lon qilamiz. Hozirda zarangi savollar tayyorlab qo'yilgan. Затем классный вопрос у вас подарки. Пустой полный штамовый. KST Promotion, первый официальный турнир «Кулачка», Озмутда, Махалли Promotion. Кружкемся, дорогие друзья! Президент пару слов, слово для приветствия, Рамзидин Паназаров и KST Promotion, и президента. Hammaga salom alaykum. Bunda KST Promotion Kulaçka bo'yicha birinchi turnirimiz To'g'rida chiroyli janglar o'tkazishga harakat qildik. Maksimalni yig'ishga. Endi ikkita saferliklar murojaat qildi, almashtirdik. Boshqa kalorik o'tirmaydi, kalorik vaqti. Endi To'g'rida maksimalni chiroyli bo'lib ko'rishi olamiz. Birinchi bo'lmachilikda yo'q hazarligimizmi? bo'yi bo'lsa kerak. Rahmat.
Шамиль, пару слов. Слово для приветствия. Всем салам алейкум, всех приветствую, Узбекистан. Вы просто бомба. Очень тепло встретили меня. Так что есть такая вероятность, что я могу переехать сюда. Так что я перестал дагестанец вообще во всем мире жить. Uch travmaga davom etdingizda. Что касаемо боя, если вам интересно, можете задать вопросы. Точнее, интересно проявить. Я отвечу. Интересно, что появится. А за сам ответ берешь, есть. Все, могу ответить. Естественно. Аминь. Раз есть, можно и говорить. Все, от души. На узбекском, на русском. Узбекистандамыз. Дорогой, я буду говорить на узбекском, постараюсь переводить на русский язык. Avvalambor hammaga assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, ukalar. Biz shu promotion birgalashib degan kunimizdan beri to'g'risini aytaman, juda ko'p har xil balandpast yo'llarda o'tib qog'oz yozib boshqa ishlardan, lekin bugun ham hattoki ozgina qoldi, qolishiga uni ham hal qildik. Hammasi sizlar uchun deyman, hammasi bizlar uchun. Bu janglarda, bu promotionda hamma o'ziga kerak kimdir o'zini reputatsiyasi uchun, kimdir tirikchilik uchun, hammada har xil maqsadda. Lekin bizning maqsad hamma shu yerda birlashtirganimizga biz xursand. Shamil do'stimizga esa, нашему уважаемому гостю, я еще раз повторю, я даже в комментарии лично себе не позволял, он тоже максимальное уважение. Bizda nima uchun Shamil tanlab? Я почему выбрал именно этого человека? Я давно слежу за ним, я не скажу, что прям ярый фанат. Ну, меня, именно, буквально формат меня помогла, oilasini, qizchalarini, farzandini со своей дочкой видео делает, просто ma'lum qizim o'zini katta bo'lgan, 19 yoshga to'ldi, ajrashayotganimizda shunaqa joylarga именно shu bola bilan tushib ko'raylik. Dushman emas, ты мне, дорогой, не враг. Ринги. Я не скажу, что я боец, да, я маленький чувак, ушкалный, тренировки ходил, руками органы, Рамз Урьятта, я готовился. Громкими словами не буду говорить. Закроется, как говорится, клетка, там же не клетка, ринг. Покажем, кто на что готов, кто на что готовится. И мы покажем Шамилем Прохоза, кто в Ташкенте главный пахан. Комментарий. Филипп Баимов, Азербайджан. Добро пожаловать. Микрофон у нас мало. И пинс. Doston kelsangiz-chi, Doston. Doston joyi qayerda? Familiyasini qarab olinglar. Doston, o'tiringlar. Pogромче. Yo'q, storichni qo'yib olaylik, haligi joyi chiqadi. Assalomu alaykum O'zbekiston. Assalomu alaykum. Shu bolani o'tganda Abdumalik Yorqutayev, Rahmet, Qashqadaryoskiy Волк. Sedan Nikor уже звезда кулачных боев. Xush kelibsan. Ko'nglingiz saqolni o'yinchilar. İnşallah ertaga bir chiroyli boy qilamiz. Turbeshta saferni atkaz qildi. Kechani o'zi Ramzi aka shu ozarbayjonlik saferni berdilar. 90 kilodan ziyod. İnşallah bu katta turnirlarga ham bo'lgan voqea. O'tgan safar ham Yerevanga urushganlarga bir kun qo'ygan saferni atkazib qoladi, travma qoladi, ichki ketib qoladi, qon o'rib qoladi, har xil vaziyat bo'ladi. Bu menga qizig'i yo'q, qaysi saferni esa ertaga bir chiroyli boy qilib, hammalarni xursand qilib, dasturni boy qilamiz. Qirg'iziston vakili Rustam Turdubekov. Rustam, передайте, пожалуйста. Muhitdin Muhammadjonovga qarshi. Ассаламу алейкум, Узбекистан. Всех приветствую. Меня зовут Турдубеков Руслан. Вот пришли поучаствовать в наших боях.
Я сам румашник, первый раз дебютирую в кулачных боях. Мне давно было интересно здесь дебютировать вообще в кулачке. И у меня для этого все есть, дух, функционалка, дыхалка. Что если вообще, что скажешь, у меня все есть, альхамдулилля. Завтра покажем. Позитивный настрой. Мухаммад Мамаджонов. Assalomu alaykum hammaga. Ko'rganimdan xursandman. Ishlayaptimiz. Kattaroq gapirroq. Shu endi nima deydi, biz ham boksdan qilmaganmiz. Endi tegimiz ba'zan boks bo'lgani bilan biz ham yurganmiz, endi bularning hammasida bu boksyor yo'q. Mana menga o'sha 11 ta jang o'tkazganman. Xudo xolasa ertaga maksimal 13-iyulda Xudo xolasa bo'yish bo'lishamiz. O'sha bo'ylarni ozgina o'tkazib yengildan, lekin maksimal ertaga harakat qilamiz. O'zbekistonga poyezdlar bor bizda, o'sha birinchi boshlangan. Endi mana ba'zan boks bo'lgandan keyin bu narsadan cho'chish yo'q. Kulaçga ikkinchi marta haytda ham Marat kelish kerak-da. Bizda Marat esa hardcore kurash chempioni. O'zim 70 kiloda suhbat qilsam ham 88da shu bolani yutdik. Endi qo'ldan kelgancha ertaga sizlar uchun yaxshi jang ko'rsatishga harakat qilamiz. Zo'r formadaman, zo'r kuchli. Ertaga yaxshi bo'ladi, kelinglar, Первый, кто дрался из нашей страны, кулачкада, был Рустам Назарахидов, гангстер. Он даже еще денег там говорил. Eng ko'p o'qitni olib shu bo'ladi kулачкада. Rustam. Bu ham men bilan shug'ullangan shogird. Kecha bo'ygan o'rinda adashmasam. Assalomu alaykum hammaga. Kulash bo'yida O'zbekistonni men tarix qo'yganman, 15 ta bo'yish kulashganman. Eng boshlangan shu bo'ladi. Afaqat hamma O'zbekistonning kulashi bilan o'shan vaziyatda hammasini o'qishdim. Xudo xolasa ertaga zirilish o'tdilar, bir olmayapti shu. Sapening zirilishi bo'ldi, zirilishi bo'ladi. Chidavermasa qo'ydi. Osmon kosmos uchadi. Sapening hali hasalda kiribdi. Hech narsa gapiradi. Orada kerak. Hozir qarsamda, katalogga chiqib turasanmi? Qiziq yo'q. Ertaga men 100% bo'limga o'zimga chiqaman, просто короче, sana qanday qilaman? Bu sanaga bashi sapen emasam, masalan, просто birinchi raund yoki ikkinchi raund sindiraman. Yaxshi kelsa, charchab qolmasin. Короче, men bitta narsani aytaman. Bu narsani undan oldin aytganman. 100% ertaga men Nasroshni, Habibullaning yoki Svetskishni aytaman. Agar shu bolani qilgan bo'lsam, o'sha va'da. Instagram короче, qarang, to'g'ri bilan. Bizlar gapiramiz, har bitta gapni bezda bo'ladi. Chiqamiz, sinamiz. Instagramga o'chiraman. Men borku, rasmni foydalashgan ekan. Ertaga chiqasan, просто chidaversak bo'ldi. Chidavermasak ko'zimiz ko'chiramiz. Sen o'zi psixologiyasi sinib bo'lmaymi? Bu necha marta Instagramga o'rtab qo'ygan bo'lsa, hamma bo'yni yutgan deydi. Bu чистый fakt bu. Buning o'zida Hozircha aytsa, Rustamda seriya ketyapti-da, победа, его не удаляет Instagram, правильно? Пока что не удаляет. У вас aytyaptiki, mujik gapga javob berdi, что ertaga если он хапнет, проиграет, он удаляет Instagram, правильно понимаю? Хасан должен постараться. Siz ham udalayat qilasiz. Nega gapirmayman? Gapiraman, gapga javob beraman. Bu vaqtda har bir gapirgan gapga javob beraman. Xudo ertaga bu boya hamma tursin. Men 1000% bo'laman, ertaga senda ro'rtasida turaman, zirilish qo'shaman. Bunaqa bir xil odam tashkil qilmaydi. Bu yerda yoshi numara bor, yoshi numara
boshida gapirdi, 50 100 odam bor, udat qilib. Men lekin yutqazsam udat qilib, qo'yardim yo'qda. 30-40 ming dollar tutaman, oftashizlar udat qilib. Shamil meni tuztashga udat qilgan. Shamil yutding deyman, lekin Instagram qoladi. Все, davom eting. Murat Aliyev. Ozarbayjonlik mehmonimiz ekan, bu safardagi Humoyun to'xtamurod. Assalomu alaykum hammaga. Murat. Assalomu alaykum O'zbekiston. Ozarbayjon O'zbekiston qilamiz. Alaykum salom. Hammaga assalomu alaykum. Albatta, xush kelibsiz. Shunaqa salomlashishimiz bilan hammaning bilan ko'rishgan bir bor ko'rishib turganimdan juda xursandman. Sizlarni iliq doimo qo'llab-quvvatlab turgan podpishkalaring bizga kuch beradi. Munosabati chiroyli bo'lib ko'rsatadi. Rahmat. Ramzaga, смотрите, hozir hammaga so'z bersa, gapimiz o'zgarib ketadi. O'sha sizlar muxlislarga gaplashishga qilamiz. Hozir savollar bo'lsa, shaxsan tayyorlaymiz, intervyular beramiz. Savol, вопрос, если у кого-то есть, сразу руку поднимай, я сразу подожду. Everestga chaqirayapsiz, aka. Pastda javob topdilar. Assalomu alaykum. Qolganlar tayyor bo'lib tursin. Ikkita zo'r savolga zo'r savol bor. Nima? Bunday ko'rishyapti-da, bunday ko'rishyapti. Az, 17-oy tashkil edik. Avval qilgan edik. Kim savol? 1, 2. Поехали. Assalomu alaykum hammaga. Savolim Ramzimga bo'ladi. Ramzimga ясно, что Azizaga va Shamilganing bo'yi hammaga qiziq. Undan tashqari sizga qaysi bo'y самый зрелищный bo'ladi deb aytasiz. Nima? Bu sababni masalan. Bu kartda kuchli bo'yli ko'p bo'ladi. Oldinda Hazratbek bo'yin degan bolalar bo'ladi. Hazratbek Turay mana shu bola. Bu Rossiyadan kelgan, Bu yer nasıl savol beraveradi. Hammaga assalomu alaykum. Savolim Shamil Karimov va Azizaga bo'ladi. Shamil, вопрос sizga. Скажи, пожалуйста, вот между вами с Азизаге очень теплые отношения, вы уже вообще никакой вражды у вас нет. И насколько сложно вам двоим, то есть Азизаге и Шамиле, насколько сложно будет вам драться в этом бою, когда у вас уже такие, можно сказать, братские отношения? На самом деле, когда я принимал этот бой, мне очень много говорили о нем хорошее, о его поступках, о его действиях. И ему только уважение, он достойный брат узбекистанского народа, я вам скажу так. А так, как говорится, свой не стой, на дороге не стоит. Это работа, мы сюда пришли, каждый зарабатывает, каждый делает свое имя, и каждый проделает его так, как может. Сколько посеял, столько собрал. Если он больше отпахал, значит, Всевышний в любом случае даст ему победу. Если я. Поэтому, не знаю я, это работа, и я хладнокровно подхожу к этому. Нормально. Спасибо. Также отталкиваться от того, что федерация максимально сказала, что на уважение будет. Это момент первый, момент второй. Я всегда стараюсь оставаться в любой ситуации человеком. Да, в ринге, да, мы можем соперники. Я здесь вот спаримую с Мухаммадом, Фарух, Достом в своем зале. Каждый день мы тренируемся, каждый день спаримуем жестко. Мне вот нос ломали, да, расщечение у меня. Ну мы после спарринга, после жестких руки выходим, шашлык-машлык, лайман-барман и так далее. Так что мы делаем завтра, выходим в свою работу, я еще раз скажу, повторюсь, я не могу это более. Будто утрыш, маны джоим мас. Камтарин думаем, hakikaten shunaqa insonman, men boец emas. Но yuragimda ozgina qolib ketgan joyi bor. Tailandda kalta yeganman. Shu kaltani shuning uchun men urushaman. Я ничего не могу сказать. Но максимально мы его тепло встретили, сегодня увиделись, первый раз глаз на глаз, сейчас станем, Тонум Шамилем. Да. У него семья, у него свои интересы, у меня семья, у меня там свои интересы. Здесь мои поклонники, друзья, братишки.
Men ularga sразу aytdim, bola, qaraydi, yutqazib qo'ysam, jahbal urush ketsa, hech o'rgan ko'p dedim. Hech o'rganmaydi. Nima bo'lsa bo'ldi. Так что всё. Ko'rinmas. Oxirgi savol Ruslan Gaksizga. Ruslan, брат. У меня вопрос к тебе. У тебя достойный соперник, хорошо тренируется, достаточно коротком давлении принял бой. Не боишься ли ты потерять весь свой хайп, проиграв ему бой? Это все-таки бой, это все может быть. Я когда сплю 3 часа ночи, меня разбудишь, я готов, я заряжен. Я любой слово завтра в 10 покажу, отвечаю за слова. Это не пустые слова были, завтра с жесткой рукой будет. Спасибо. Красавчик. Bu tarafta var bir yol var. Ras. Dva. İkita. Hozir ko'rib oldim. Ikkita savolga ko'rdim. Hozir boshqa uchinchisi tugataman, oldingizga ko'raman. Mikrofon berib yuboringlar, mikrofon qo'yinglar. Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Ochig'ini aytadigan bo'lsak, xudo xohlasa biz tayyorgarlik ko'rdik. Na bazarani Sabirning va Manchester futbolini ko'rgan ekan. Как говорится, biz ham подарка emasmiz. Раз если подарки думают, давайте буду я тогда сюрпризом. Все. Timur o'zini ham ustun olish kerak edi. Всех приветствую, всем ассалам алейкум. Хочу вот поинтересоваться у президента лиги, узнать, вот это крайний бой, крайний турнир, или все-таки будут и международные встречи, или будут только в нашей стране происходить кулачные бои. Можете, пожалуйста, раскрыть вот эту тему? Мы только начали, брат. Это первый турнир по кулачным боям, и мы не собираемся остановиться. Мы только начали. То есть с Америкой уже будут коллаборации, да, в дальнейшем? Ну, иншаллах, стараемся. Тимур, где вопрос? Скорее всего, вот мы хотели это открывать, но я с их позволения открою. Скорее всего, в следующем турнире я уже сам буду участвовать. Да, QSL Promotion, это самая большая развивающая лига. Посмотрите, сколько звезд здесь, сколько вот людей, которые спортсмены, поднимающие наш флаг и, грубо говоря, одни из самых сильнейших людей на сегодняшний момент нашей страны. Поэтому, дай бог, в следующем году уже, в следующем турнире я уже покажусь. Да, ждем. Assalomu alaykum. Savolim Azzakiga. Sizlarda press konferensiyada ko'rmayapman, tizimimiz kam. Ko'plashganda kam tizimimiz. O'shani ko'paytirishingizni iltimos qilardim. Bizga ham imkon bo'lsa, Stariy shkola bokski. Toshkent chiqinglar, qizilroq bo'ladi tizimimiz. Har doim qizil, har ringda qizil bo'ladi. Qo'llaringiz har doim qizil bo'ladi. Keyingi programmadan keyin mos keyingisini qilamiz. Albatta, bu konferensiyada bizga ham qiziq tomosha qilish klublarni. Chala uchish. Farqi yo'q. Yarim tonna, bir tonna. Rahmat. Bu bola savollar hozir ikkinchi katta. Tugadi. Assalomu alaykum. Savol Umidjon Rasulullohga oxirgi bochada o'tkazgan bo'yingizda Abdumaliya degan jurnalist to'g'rimi? O'rtamizda qo'p ekan. Narsa bor deganimiz manimcha. Endi bilmadim qanaqa bo'lgan, tema bo'lgan, manimcha bo'y tashkil qilish so'raganimiz kerak. Assalomu alaykum hamjamlarga. Kelganlar so'rashdi. Qattiq Biz bergan uchun Ramiz aka, Azzaga deyaptigan rahmat. Abdumalik aka kelgan bo'lsa, bu tan qo'ygan narsa bor. Chunki MPL 8 turnirda, Sedeshi turnirida men yaqin do'stimni yutgan. Biratanga hech qanaqa nima deydi? Adolatim yo'q, lekin Sparting interesim bor. Nima deymiz? Vaqt o'tsa, xudo xolasa, inshaalloh akalarimiz, xalqlar hamma narsani oldindan katta gapirmayman.
inshaalloh ertangi bor chiroyli o'tsa, Xudo xolasa yana yaxshi yangiliklar bo'ladi. Xudo xolasa nima deymiz? Hamma sportsmenlarga omad tilaymiz. O'sha g'alabada mana bu deydi. Lekin sen boshqacha to'g'ragan ko'rdingda. Ana endi oldinda turibdi. Devor Abdumalik G'ambotayev, возможно. Endi nima deymiz ukamiz? Boshida MPLga men urushganimga, men shu o'zim chiqqanman-da, o'zbek saperniga kim bersa men urushganman-da. Urush atak hozir o'zbeklar bilan urush niyatim yo'q. Atak normal stavka bo'lsa, bu ukamizni urush qo'yaveramiz bunaqa. Azaki Baratani bo'lami, kimi bo'lami, bir sponsor normal bo'lsa, urush qo'yaveramizda, endi nima qilamiz? Men endi emotsiyani, Bakiraga emotsiyani berilgan endi yutgandan keyin. Men emotsiya yo'shim mumkinmanmi? Biratan. Yo'q, so'ra olaman dedi, to'g'rimi? So'ra olaman. Bitta gap aytaman bolalar, zo'rman. Yoshimdan sal kattaroq bitta iltimos, bizam bilan o'shib ko'ramiz. Bugun bu yerda ikkita muammoli jangchimiz bor, bu muammolardan bizam xabarimiz bor, ya'ni mayli ularni orasida degan narsani o'zi hal qilamiz. Yo'q, aka bir minut. Men yo'qotdamandan so'rab olaman, u bu deydiki, men men aytib olaman-da, mana so'rab olayotganman. Atak mana aka so'rab olayotganimizda mana kechga boramiz, mana zalga boramiz, baring atak tushsa men tushaman. Keyin ana Umidjon mavzusi bo'yicha va Hazratbek Malikchi jangchimizda muammoli jangchimizda, ya'ni qanaqa muammo? Ikki xil muammo. Umidjon bu yerga bugun kelishlari ham kerak emasdi, chunki ko'p odam bilmaydi, ozgina hayotida keskin burilish bo'lib qolgan, ikki kun oldin adalar o'tib qolgan. Sapernik kelyapti, o'shaning uchun men boraman aka, nima bo'lsa ham chunki istani shon qilib qo'yganman deb, Umidjon jang qarori keldi, ikki kun oldin otalarini qaror qo'ygan. Ikkinchi muammoli jangchimiz Hazratbek Rossiyadan kelgan, Saperniklar do'ston ekan, vaqtida o'sha Marsiyaga ushlangan bola juda tajribali, lekin qisqa muddat bo'lganda 3-4 kilo vес qilolmadi. Hozir ikkita muammo, lekin Umidjonning muammosi yo'q. Jangchida tayyor, shaxsiy hayotdagi muammo, shuning uchun emas, yo'q, u narsa kechirishni razgo bo'ladi. Emotsiya bo'ladi. Atak mana bizaga ana alhamdulillah xalq tanidi, O'rta Osiyo tanidi, O'zbekiston tanidi. Lekin biz boshga chiqqanimizga o'zbeklarga tashlamaganmiz, chetga urushib Alloh bergan tanildi. Misolda desvalarimiz bilan tanilganmiz-da. Hozir sizlarga yana yaxshi yangilik bor. Shu boydan keyin bitta ikkita boyga inshaalloh kulachkani kamariga nasib bo'lsa urushaman. Sizlar kutgan o'sha Zvizda O'rta Osiyo, Rossiya eng mashhur kulachka mashhur 70-77 kiloga urushayotgan bolalar bilan Zvizdalar bilan inshaalloh shu bitta ikkita boydan keyin urushaman. Atak bu bola endi o'shamiz o'qiladi, sparing bo'lsa nazarga kelsa mayli. Agar jajdasi bo'lsa, alam bo'lsa, sparing bo'lsa tushaman, sparing mayli. O'z kaklari o'zi kerak. Atak mana bu yerda publika qilib, aktivlar shu narsa zdravie mushga yarashmaydi. Bu bola nima deymiz? Kecha eshitib qoldim, bandalik hammamiz boshimizga bor. Inshaalloh Alloh rozi bo'lsin. Ben konuşacağım var. Abdümalik'i böyle koyuyor, Umidjon'u böyle koyuyor. İki arasında straşlı var. Ramazan böyle yansıdığında var. Umidjon'dan geleceği var, Abdümalik'ten geleceği var. Bunlar böyle çette atlayıp çette basıp koyuyor. En yaxşı şu var. Çünkü Abdümalik'e bu satıyor. Umidjon arasından çıkıyor. Ya konuşup bilmez burayız. Etleri o süre kurulması. Bırakın bir de çıkıyor. Mana birinchi savolim Humoyin akaga. Janglarning orasi yaqin bo'lib qolmayaptimi? Bir oymi, 1,5 oy oldin jang qildingiz-ku adashmasam kurashga. Pul kelib tursa, hamma yo'q holatda aka. Pulda yaxshi bo'lib tursa, yuboringizni hech qoladi. Aka, sizlarning adovatingiz yo'qmi? Adovatingiz yo'qmi? Ha. Qo'y solib qo'yapman-da, chiqib ketaverdik. Hammalarga o'sha gap. Biz bitta bayroqdagi insonlarmiz hammamiz. Mehmonlarni hammasini hurmat qilamiz. Sizlarni kelmasalar bu press konferensiya bo'lmaydi. Men har doim muxlis talab bo'lganman. Muxlis nima desa shu. Men sizlar uchun o'sha yerga chiqaman, ana yerdagi Bakirvechning O'rta Osiyoda nomerali video shirkini isbotlaydi. Ko'rasizlar, xudo xohlasa. Agar janglarni arasi yaqin
bo'lib qo'ygan sababi pul yaxshi kelgan. O'shandan ham nazar berdim. Rahmat. Amalinga rahmat. Aka sizga ham adashing. Laqabingizni bilaman, bu bitta o'rnadim. Bilganmiz. Boss. Keyingi savol Aziz akamga hamma misol maqsadi har xil bo'ladi. Kimdir nom uchun urushadi, kimdir pul uchun. Sizni ushbu jangni qabul qilishingizga maqsadingiz nima? Ya'niki sizga nima kerak bu jang? Hozir mana shu gapingizga javob bersangiz, Kamil, уважаемый, если я сейчас ему отвечу на его вопрос, это нереальный хайп, да, поднимет, да? Он мне говорит, какие цели ты преследуешь от такого боя, от такого турнира? Каждый боец хочет деньги, допустим. У тебя какие цели преследуешь? Ну, его вопрос. Сейчас я на него смотрю, потом переведу. Ты мне сегодня друг, смотри, завтра ты мне соперник, готовь свой челюсть. Окей? Borini aytaman. Men bu Anorsoq bu xomiy emas. Xomiylar pul beradi. O'zim aytmayman. Mana bu o'zimizniki, bu ham pul bermaydi. Xomiy yo'q. Xomiy ana siyma fitti bolalarga gastritsa qilgan. Kara qancha bo'ldi? Mashina puli 90 ming. 90 ming dollar men shaxsiy pulimdan sana 9 qochga 10 ming dollar bo'ladi. Hisob kitobda Humoyun juda yaxshi biladi. Endi qarangda. Mana bilet, mana hozir sizga sotilgan biletlar kursingiz oldida hech qaysi promotion ko'rsatmagan narsani ko'rsataman-da. Chunki men hech kimdan talab qilsa joyim yo'q. Mana qarang. Mana obnovit qilamiz, sotilgan biletlar soni 1816 ta, kelgan pul 246 million. Bu uchun suvchi yerda sotilsa 300 millionlik bilet sotiladi. 300 million 25 ming dollar bo'ladi. 90 ming tikka 25 ming olyapti. Demak, birinchi savolingizga maqsad pul emas, pul ishlatish. Hammasi bayislar uchun aka, bilaman. Keyin bu yerda akukalarimga ham ishonasizmi? Bu yerda Abdumalik bizga bu safar ko'ngan ganalarga hech qaysi joyda ko'nmaydi. Atishar, o'zim puliga ko'nyapti shu bola. Yonidagi mana Muhiddinjon, nerealniy uruviy bola. Bu bola ham pul uchun kelmagan, umumiy javob beraman. Bular hammasi ertaga shu promotion yurib ketsa, biz bolani sportga taklif qilamiz. Baribir ko'p bola Humoyunning jangini ko'rib, Mamad Ukaning jangini ko'rib, ko'pi ilmga boryapti, boksga boryapti. Mana 2 yildan beri Kashkan tasha kichkina borib yugurman. Oldin Kashkada bir futbolga keyin charchab qolardim. Hozir boksda o'sha 40-50 minut bemalol sparringni boshlasam, balkonda tugab, ber ahvol. Charchagan, qarang, qoida tomonlar bordi. To'g'rimi Abdumalik? Shuning uchun maqsad pul emas. Yo'q, savol shundaki, nima edi yani maqsad? Bilaman sizga shu. O'zim chiqishimda maqsad. Uchinchi savolga kelaman. O'zim chiqmasam, odamlar yig'ilmas, rezonans bo'lmasdi va 2 yil oldin menga o'sha ikkita liga nomlarni aytman, ikkita ligadan kelgan 50 ming bo'lsa ham beramiz. Bitta mishon olib chiqaramiz. Aslida o'sha sizga bizga siz aktivist kerak deganda men aytdim o'tirib, to'xta, o'rchatamiz. Hali o'zim uyushtiraman. Ya bu vыступать в своем цирке degandim. Va shu promotion birga ochdik va endi shu yerda urishga majburman. Urushsam ham hech qachon nomi yo'q odam bilan men urusha olmayman. Kliент odam bilan-da. O'shaning uchun mamlakatda kuchli jangchini olib kelganmiz, chaqirganmiz. Men sizga sразу aytaman, ertaga jangni ko'rasiz. Men maqtamayman, urib tashlayman, lekin qancha usul lekin 2-3 udar tayyorlaganman, buni bilsa bo'ldi. Shunaqa gaplar. Ko'rdingiz mana kaltak deydi. Shunda hozir shuncha pul to'lab kaltaga chiqaman. O'shaning uchun maqsad shu. Yo'q, mana misol pul kerak degan ma'noda emasda, ko'ryapman, mashina tikyapsiz, boshqa rasxodlar yana ko'payib ketyapti, umuman. Mana shunaqa insonmanki, razmiyotda javob beraman, shu yerda xuddi javob berdi. Mana savollarimga javob berdim. Pul ishlaymiz, parashyutimiz, shakushni kalqamiz. Muhiddin akamga keyingi savol, yaqinda Kamar uchun adashmasam jang qilasiz va bunaqa yaqin oraliqda ushbu jangni qabul qilishdan maqsad nima edi? Ya'niki travma bo'lib qolishidan yoki qanaqadir og'ir jarohat olishdan qo'rqmaysizmi? Oldinda muhimroq jang turmaganmi deyani? To'g'ri, oldinda muhimroq jang bor, lekin bu jangda ham 1,5 oy bor. Cho'ramiz eshitdi, ketdi. Jang tutishim kerak edi. Endi nimaga qo'rqmayotgan? Ochib oling eshikni, ketdi. Qulashga bo'lganim. Aylansin, ozgina ikkalasini ochib oling-chi, ikkalasini. Bemalol qilsam bo'ladi. Travmadan sal uzoqroq
Aksincha emasmi yani? Kurashlarda ko'proq bo'lmaydimi? Ya, men o'zim boksda aslida qanaqa bo'lardi? Mana to'pga tepib kallar ko'tara olmasdim. Bola ham biladi, men bilan tanishligim bo'lgan. Kallamga hujumchi ko'tara olmayman. Tanasi esimdan chiqib ketibdi. Gapirib ol, mikrofonga gapir. Tanasi esimdan chiqibdi. Ey, mana shu narsa bola o'zi uchun bo'lib qo'yilib, qancha beramiz? 100 mingmi? Mana biz ishlatamiz shuncha pul, lekin qimor kelyapti, qimor. O'sha bir balo qaytdi, короче, mana bu noto'g'ri tushunmasin. Ularni ishga men qarshi emasman, просто meni o'zim prinsiplarim bor. Bu yerda radikal qilgan jangchilar bor. Ularning ham o'zini prinsiplari bor. Men ularga san to'g'ri yashasam yoqmayman. Chunki mana bundan chiqib to'g'ri odam bo'lmasligi ham mumkin-da. Misol uchun aynan qimor bo'lmaydi. Nechta bir turing sudingda. Qarang. 100 ming beramiz deyapti. 100 ming beramiz deyapti. Lamatsa qilsak, yo'q bo'lamiz. Kategoriyasi yo'q, chunki bizda meni qiynalgan sapoji mardikor bo'lgan paytimda pul muhtoj bo'lganda bunaqasiga aralashmagan endimi? Esda saksa biznes qilib qo'ygandan keyin butun insonlarni hurmat qilishgandan keyin yo'q dedim. Ular yana stavkani oshirishdi. Qarang, nafsi bo'lib boradi, o'tga soladi. Shunda ham bizni javobimiz kategoriyasi yo'q. Haligida ishlash bo'lgan. Bo'lmasa 10 pochkani o'sha hisob qo'yib, olam nima bo'pti, solishga turardi. Siznaqa narsa yo'q, akajon. Bu ham bir ma'lumot-da. Bizni promotion qilmoqchi, mana bu Shamil akaga keyingi savolim. Harakat qilaman, o'xshamasa. Если не ошибаюсь, у Азиза 0 рейтинг. Дебют, да. У вас сколько? Он легенда кулачных боев, ребята. 5 же был? Это бой вам что дает? Почему владелец лиги, как-никак, он медийный человек. Он медийный человек, поэтому в любом случае медийка огромный. Как Аби, Хомаю, при всем уважении, у меня есть спортивный интерес к вам обоим. Мне бы хотелось от вас услышать, как вы на это, ответите ли вы мне взаимностью? Да. Humayniga sizga Shamil aka yuz tashakkur. Смело. Газ полный. Ассаламу алейкум. Добро пожаловать в Узбекистан. Узбекистан это номер один гостеприимный народ. Ты сам знаешь, да, брат? Добро пожаловать. Ertaga bunga osh yeymiz boydan keyin, xudo xolasa. Keyingi turnirga men tayyor bo'laman. Xudo xolasa chiqaman. Men tayyor. Следующий турнир мы будем вместе. Давай. Ахам, давайте для начала разберемся завтра. У тебя бой Если болельщикам интересно будет, зачем мне? Правильно говорю? 100%. Это неинтересный бой не может быть. Да. Не может быть просто. Там, где я есть, там и есть интерес. Вот и все. Сам вперед, да? Agar bunga jangtsam, xudo xolasa, Humo-Arenani to'ldiramiz. Если я с тобой поделюсь, Humo-Arena битком будет. To'g'ri, muxlislar sizlar поддержкалите. А так, насчет гостеприимства Узбекистана, огромное вам Баркало, честно, именно вот этот приезд, мое мнение, очень сильно поменяло, да, вообще о гостеприимстве, вообще отношения наши, дагестанское, российское с Узбекистаном. Поэтому я обнимаю всех братьев, достойных Баркало вам. Ровно так же, а то и лучше я вас буду встречать в Дагестане, когда вы приедете ко мне. Мои гости, это для меня жест, мои хрустали. Поэтому я вас жду. В Дагестане в любое время может мне написать человек, что вы летаете. Я вас встречу в аэропорту, я там рядом живу. Я там рядом живу. Пока сомнений нету. Но теперь другой вопрос. Я как ведущий, я тоже должен задать. Это мой собственный интерес. Вот Азиза Стэн против Пахана Шамиля, да, допустим. Первый турнир. KO Estate Promotion. Вот это икkinchi турнир главный bo'yiga возможно. Это bunda siz beryapsiz sizga savol beraman. Bu prezident qo'ldan qiladi kelasa договорlari. Paxan против Borza. Главный бой вечера. Qurbaniyana, nima qilasiz? Siz aka direktorsizda bu prezidentsiz bu organizatsiya. Siz qanaqangi
taklif bilan bizga chiqsalarki, bizga shu narsa интересный. Любой lekin O'zbekiston uchun jang qilamiz hamma joyda. Menda lokatsiyasi bo'ldi, samolyotning Savolingiz shundan iboratki, bu kulachkaga o'tgandan keyin nasibsi ikkinchisini agar javob qila olsak, Shamil bilan Humoyinni jangiga nima deysiz deyapti. Humo Arena. Albatta biz kichkina alpomishni to'ldira olamizmi deb o'ylagandik. Biz shuni to'ldirdik. Albatta, bunaqa apetitdan keyin ertaga Xudo xolisa bo'lmay hammasi hech kim og'ir travmasi o'tkazib olsak, keyingisida bizda ham apetit paydo bo'ladi. Shu biz ham bu safargi umidgani keyingi safar chiqarib olishimiz kerak. Uning uchun esa bizga shunaqa zvizda bolalar kerak bo'ladi. Biz gamalni gaplashamiz. Если на следующий турнир, если, братан, ты завтра живым останешься... Братан, мои ноги меня кормят. Мои ноги меня кормят. И твои поедушки я рассмотрел. Да, банка гулять, базар нет. Но ноги это ноги. Я ведь умею, у тебя ноги быстрые, ну... Сами даже быстрые ноги один день устают, дорогой. Так что мы в следующем турнире услышали твой посыл в сторону Хумоина. Хумоин говорит, ради Узбекистана готов хоть 30 напротив стать зарубиться. Значит, исход событий с большой вероятностью мы выйдем к твоему менеджеру с контрактом и менеджеру Хумоину. Только на следующем турнире дай. Завтра мы с тобой. Официальное обращение директора. На самом деле, еще этот момент несу, да, вообще за пределом боев, вообще момента. Я встречался с Аби, я встречался с Хумою, и очень уважительно друг к другу относились. И это спорт, спортивные амбиции, все вот эти моменты озвучат. В любом случае, я буду свое мнение высказывать. А так, просто хочу, чтобы понимали, у меня кроме как уважения к вам ничего нету. Поэтому, Баркова, что ты принял мой бой, надеюсь, после тебя Аби тоже не промолчит, этот интерес проявит ко мне, так как интерес все равно с моей стороны остался на тебе. Как-никак ответить придется тебе, брат. Вот и все. O'zbek top reyslarida urushib chiqmoqchiman. O'zbekistonda top reyslar bilan urushib ham qoladi. Juda ko'p bizda. Bo'ldi, Abdumalikka so'z beryapmiz. Savol shundan iborat ediki, Abdumalik, senda interesim qolgan deyapti. Shamil, shunga javobing qanaqa deyapti? Menimcha biz ham sezamiz, Humoy aytgandaqa to'pov Instagramda gullayotgan bolalar bilan Shamil hamma urushib chiqmoqchi. Mayli, qani nima bo'lardi? Javobingiz. Birinchi shu Azzaga o'tib Azzaga kamtar yo'qotdilar. Endi formaga 40-45 yoshga nikah yurgan forma. Kallan egib beradilar, bir kalla joy beramiz. Atak omad tilaymiz. Shamil yaxshi bayis, dastoyni press qilamiz, hurmat qilamiz. Mayli, agar Azzagadan o'tib, Humoyindan ham o'tsa, agar keyinchalik nazar bo'lib turishamiz. Аби, я волосы и бороду подстригу, чтобы ты не смог ни за что меня взять. Так что, брат, у тебя проблемы. Кловина дортаман бор. Он говорит, за уши будет тянуть. Посмотрим это уже, кто кого потянет. Menga qolgan bo'y qiziq. Baburun, revansh qiladi. Мне это очень интересно. 31 yanvarda shu turkida Farhod bilan Bobur Abdulaziz urushgan. 3 raund urushgan. И по решению победа лежала за Абдулазизом. Бобур Абдулазиз. Как смотришь на этот реванш? Как тебе тот поединок вообще целиком? Мне он интересен. Просто есть такие дисциплинированные моменты с его стороны, которые он особо не любит соблюдать. Как бы это не для всех секрет. Поэтому я не могу и на его вес тоже не посмотреть. Я знаю, на что он способен. Лично для себя я знаю. Поэтому, если он даже перевес будет, пускай сверху доплачут, welcome, пускай идет ко мне. Что касаемо моего интереса к нему, он есть, потому что, да, я просил ради Всевышнего, да, этот момент мы оставили, убили между собой с ним, и как бы у меня к нему по жизни обид нету, но спортивная обида у меня присутствует, которую я хочу его выяснить в ринге же. В октагоне ринг не имеет значения. Только я не знаю, если тебе, Бабур, эта победа устраивает, ты далеко не чемпион. Я не знаю, это ты должен реванш хотеть со мной, не я.
Потому что меня в Узбекистане знают как будто, не как будто, а как победитель твоего. Я выиграл тебя. И так и говорят, это же вот он, который выиграл Бабурова. Меня не знают, не говорят Шама Пахан. Меня говорят, который Бабуров, поэтому кусок хайпа отпустил. Забери его обратно. Я же готов тебе дать. Welcome, заходите тоже, там, 3-й, 4-й, иншаллах, на счету. Если бои есть, значит бабки тоже есть. Samet bo'lsa birinchi o'ynaganmiz. O'zbekistonga bu kechda Armiya va Ovriya va tepada bitta savol bor ekan. Nechasi minut qo'ydingiz? 5 sekund. Assalomu alaykum. Hazraka. Sizga amerikalik shoir do'stlardan salom. Assalomu alaykum. Faxrulloh. Xonimza. Medini bayezda chiqib, fanatlarni fikrini bo'lib qo'ydida. Bu yerda tarixi bayez bilan Medini bayezlarni shunga endi hozirgi situatsiya, Shamil gapi o'zi vaqtida vakillarasida o'zinikini qo'ygan. Bu siz ham biznes taraflama, pul taraflama o'zingizga qo'yib berasiz gapi. Hozirgi situatsiya masalan, muxlislarga onlayn translyatsiya bo'layotgan bo'lsa, o'sha yerga baribir gap so'z bo'ladi. Mana bu Azdaka o'zini promotionida Shamil olib keldi, yutqizish yo'q, yo'qmadir. Mana shu narsaga bitta oydinlik kiritib ketsangiz, menimcha onlayn ko'rib o'tirganlarga ham yaxshi bo'lardi. Endi bu qanaqa o'zi oqlash emas, reallik ikkalaringlar o'rtanglarda kelgandan beri nima bo'ldi, qo'shimchada bo'lmagan. Menimcha bu narsa sizni promotioningizga ham, o'zingiz bo'yingizga ham qiziq bo'ladi deb o'ylayman. Tushundingizmi? O'sha boshida savolingizdan javob beraman. Medini bayezga bo'yicha. Ammo bayezdan deganman. Hali shu gapni ta'kidlab o'taman. Lekin ko'p aytmoqda ringga chiqib bayezdan ish yo'q. Endi ringga qo'l chiqib o'zingiz savolga o'zingiz javob bering. Ba'zi masalalar ham bor. Sizlar aytishar emas ko'pda. Endi siz aytasiz, nima yengini Shamil Galiyev aman boshida savolga javob berdi. O'zim promotion rivojlovchi videosi bor odamlar o'shaman. Keyin ko'p janglarni ko'raman, oxirgi 5-10 ta parashinasi bor. Mani fikrim bo'yicha zo'r roman emas, men esa 2-3 oyda zo'r tayyorlanib yurmani, imенно sparring partnyorlarim xuddi Shamil stilida mana bilan birga ishlashdi. Xuddi shu o'ng chap qo'lini chiqarib, oyog'i chapqa. Nu, hali aytganingizdek, bilmadim, omad kim tomonidan bo'ladi, lekin ertaga ruhkani tomosha qilasiz. Bo'ldi, men xohlayman deb menimcha betdagi hamma xohlaydi, akaga tush vaqtingiz yo'q. Tushish kerak inshaalloh. Menga bayat turinglar chunki o'qishni bilan chiqyapman-da, lekin u chiqib olib turib, haligi nima deydi? Ko'rmaslarni o'qib tashlayman deyolmayman, chunki men bu gap. Lekin o'sha Saboq ham biladi, o'zi o'rgatgan ulargacha bor, esimda qolgan. Oxirgi 2 yilda mana shu Basur o'zimiz promotiondagi bokschi ukalar Muhammad, Sami ukam, ana nechta faxrda mana shuncha bolalar bor. Bulardan ham o'rgangan ko'p narsam bor, ertaga ishlarimizga ko'rsataman. Aziz aka, mana shu savol bergan bola o'zi ham professional muaytaychi Aziz. Aha, bilaman, tayyorman. Bir ikkita problemalar bo'ldi. Hayotda hammasini rishab qilib, mana press konferensiyada ko'rib qoldim. Eskidan tanishibdi, sutlarni trenirovkaga. Keyingi turnirlarga o'ziga menimcha возможность bersangiz, menimcha o'zini ko'rsatadi. Professional muaytaychi, kamtar bo'lib, raqibni bo'ladi. Hamza aka taniyman menimcha. Hamza bizlarga hozir endi o'zingiz alimochonman inshaalloh aeroportda xudo xolisa fitness boksyorskiy alimochonman. No, vaqtim bo'lmasa ham, lekin agar siz meni hurmat qilib, meni tomonimga qadam tashlaysiz, Alloh nasib qilsa tayinli xarakterni ko'rsataman aka inshaalloh. Unga samimiy men sizni tanidim, esladim, hammasi esimda bor. Sizda samimiy yo'q, jon. Xudo xolisa balki siz Muay Thai komandasiga kelsangiz, sizni promotioningizga biz promotionda shug'ullan olamiz yig'ishtirib. 10 taga 10 ta biz bolalar zarashli, aksar bolalarimiz bor bizlar. Yomonlar bor, ko'zi qonga to'lgan. Balki bolalarni uni puli, bo'sh, mashinada proteinli narsalarga katta bo'lishgan, ularni viloyatdan olib kelaman. Mayli, gazingizdan zo'rni sharoit qilamiz. Go'shtda chiqardim, proteinni Sibiriyada chiqardim, deymizmi? Natija o'sha bo'ldi ringda. Rahmat. Keyingi savolga berishni oldin, Rams к тебе обращение, Azaka sizlarga обращение.
hozir prямой efirdan o'tib qo'ydik. Hozir muxlislar endi qiziqishi mumkin. Ertaga musobaqa 18:00 da boshlansa, kelolmay qolganda, kirolmay qolganda prямой efirni qatdan ko'radi. O'sha bo'yicha ozgina tushuntirish berib ketaylik, iltimoslar. Вот самое основное joy shu. Prямой efirdagi o'sha YouTube'da QFT Promotion degan o'zining saytimiz bor. O'sha bilan Aziyaga efirda ularning YouTube'da ikkita kanalda prямой transляция. Другой вопрос. Главный bo'ydan keyin sovg'a qo'yilgan Aziyaga boshqa olgangan bilaman. O'sha haqida ozgina tushuntirib aytib ketinglar bolalarga. Tushuntira qolaymi? Ta. To'g'ri gapni cho'zib ketib qolgan bayislarga ham so'z beringlar, savolga javob berib o'taman. Mashina sotib olindi, 15 mingga oldim, Monza, Ferrari. U mashinaga tushish uchun hammasi oddiy. Bilet olganlar ishga keladi, qo'liga nomerlangan braslet taqadi, nomerini kloni Vatatlonga solinadi, oxirgi jang tugagandan keyin Vatatlon aylantiriladi. Birinchi ikkita telefonni g'olibini raqamini chiqargandan keyin uchinchisi o'sha mashina g'olibi chiqadi. Mashina avtomobil ishchiga turibdi, qaysidir baxtli inson 100 ming yoki 200 ming so'm, 300 ming so'mga olingan biletiga shuncha jangchilarimizni ham jangini ko'radi, emotsiya oladi. Va mashinali bo'ladi-da, iloyim eng muhtoj yo bir qanaqadir og'ir vaziyatdagi insonga nasib qilsin. Balki bironta jangchilarimiz oila a'zolari bilet olib ko'rishsa, balki ularga nasib qilsin. Endi yo Alloh bilan. Bu kunlashda ko'proq nakout bo'ladi, shu nakoutga eng chiroyli nakoutga bo'lsa qancha? Bayislarga interesli bo'ladi. Javob beringman. Pul bo'yicha men tugadim, pulim tugadi. Skip qilsanglar ham pulim qolmadi. 90 ming ketdi, onasiniki xarid. Bu janglarda ko'p nakout bo'lmoqda. Bu harakat qilamiz. 2000. Chiroyli. Mingdan beraman. Это наш чемпион, как Алмазбек Холмырзаев. Теперь официальный чемпион, One Champion. Davomiy qarsaklar. Gaz bo'tdi. Zo'r bo'tdi, maksimal bo'ladi. Keling, Azizbek o'tiringlar. Ostaga kelinglar. Mashaq o'tkazib qo'yaylik. Kim o'tiribdi? Joy anaqa. Joy aytadimi? Ostiga keling.